Omadini ovlar merganim, g'ururlanib ko'ksim kerganim. O'zimni Xudo berganim, dadalarning zo'risiz dadam. El biladi toza zotimiz, eshitsalar tanir otimiz. Dadajon, biz sizning qanotingiz, dadalarning zo'risiz dadam. Duo qilay omadga to'ling, baxtimga shod xurram yuring. Ilohim sog' omon bo'ling, dadalarning zo'risiz dadam. Assalomu alaykum mehri daryo azizlarim. Sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomonidan yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Rossiya Federatsiyasida yashab ishlab kelayotgan Isroiljon akamizni barcha yaqinlari, mehribonlari, aziz farzandlari nomidan xursand qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bizga Isroiljon akamiz kerak edilar. Men Isroilman. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Mayli, eshitibman. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzlonlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongdan murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Qizlarimda nechgona? Yana kim bo'lishi mumkin? Yanami? Apalarida. Yana mumkin xudolarimizda. Jonibek kuyov. Keling, o'zim to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun shukrona kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan va sizni yaxshi ko'rishlarini qayta ta'kidlab o'tgan eng yaqin insonlaringiz, mehribonlaringiz, kuyovingiz, o'g'lingizdek bo'lib qolgan Jonibekjon, nabirangiz Xadicha Bonu va eng asosiy tabriklarni yo'llagan mehri daryo go'zal qizingiz Mujgonaxon tabriklamoqdalar. Mana shu yerda oldim dedilar. Xursand bo'ldingizmi? Juda xursand bo'lamiz. Kutganmidingiz? Yo'q, kutmadim. Tug'ilgan kuningizga qanday sovg'a olishni xohlagan bo'lardingiz? Sovg'a shular, sog'lig'i bizga sovg'ada. Tinchgisa. Yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilohim barcha niyatlaringizni Allohim ijobat qilsin. Unda keling, ushbu go'zal tabrikni aynan siz uchun sovg'a tariqasida o'qib eshittiraman, maylimi? Mayli, eshitamiz. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Ushbu go'zal tabrik aynan siz uchun maxsus yozilgan. Suyanchig'im, tog'dek tirgaksiz, har bir ishda ibrat o'rnaksiz. Menga juda keraksiz, sizni yaxshi ko'raman dada. Mingta do'stim o'rningiz bosolmas, sizsiz yurak taskin topolmas. Siz bor menga g'amlar yetolmas, sizni yaxshi ko'raman dada. Jon desangiz jonim beraman, chorlasangiz uchib boraman, jon jigariz qiziz bo'laman, sizni yaxshi ko'raman dada. Assalomu alaykum qadrli qadrdonim, mehribonim, jon kuyarim, yuragi osmon qadar ulkan bo'lgan dadajonim. Sizni ushbu shodiyona kunda barcha yaqinlarimiz jam bo'lgan holda samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimdan baxtlarga to'la uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Dadajonim, bizni katta qilishda tinim bilmay kechayu kunduz mehnat qilib bizni hech kimdan kam qilmay katta qildingiz. Charchash nima bilmadingiz. Har doim duoda bo'ldingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Inshaalloh nasib etsa, mana shu bizni boqib katta qilgan muborak qo'llaringizdan tutib, Robbimning go'zal jannatiga olib kirmoqlik nasib etsin. Allohim sizni saxiylar, saxovatpeshalar qatorida qilsin.
umra safarlari, haj amallari nasib etsin. Bizning baxtimizni baxtlilar qatorida, rohatimizni rohatlanib, onajonim bilan rohatlarda ko'rib yuring. Mehnatlaringiz samarasini farog'atlarda ko'ring. Sizni otam borligidan Tangriga shukronalarim bo'lsin. Siz mening suyangan tog'am, ishonchim va quvonchimsiz. Otajonim, bilib-bilmay dillaringizni og'ritgan bo'lsam, ushbu go'zal kunda uzrlarimni so'rayman. Bilasizmi otajon, balki sizga hech aytmagandirman. Bugun ayni xursandchilik kuningizda sizga shuni aytmoqchi edimki, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog'-omon bo'ling. Oilamizning boshi, ko'zlarimiz quvonchi bo'lib yuring dadajon. G'amim yo'q, hamisha yuraman kulib, davlatim yonimda turganin bilib. Quvonchning borida g'amlarim qolib, bu dunyo turguncha turing dadajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring dadajon. Nimani xohlasam muhayyo bo'ldi. Ko'zlarim quvonch va nurlarga to'ldi. Birgina rahmatim aytishim qoldi. Bu dunyo turguncha turing dadajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring dadajon. Yonimda tog'dayin suyanchim bo'ling. Nogahon yiqilsam tayanchim bo'ling. Xatoga yo'l qo'ysam tergovchim bo'ling. Bu dunyo turguncha turing dadajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring dadajon. Agarda ko'nglingiz ranjitgan bo'lsam, dilingiz yaralab og'ritgan bo'lsam, deymanda men sizdan rozilik olsam, bu dunyo turguncha turing dadajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring dadajon deya Mehri daryo go'zal qizingiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz jonli tarzda yozib olinmoqda. Qizingizga, kuyovingizga, nabirangizga va barcha yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Ularga aytar so'zimiz shuda, qo'sha qarishsang Ilohim baxtini bersin hammasini. O'g'il qizlari ko'p bo'lsin, o'z havasini ko'rib yursin. Rahmat, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Avvalambor mana shunday oqibatli farzandlarni dunyoga keltirib, to'g'ri tarbiya berib, shu darajaga yetkazgan sizdek otalarimizga, onalarimizga tasannolar bo'lsin. Umrlaringiz uzoq, tanajonlaringiz sog'-omon bo'lsin. Sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr oqibat hech qachon sizlarni tark etmasin. Butun yer yuzidagi jamiki mo'min musulmonlarni Allohim o'z panohida asrasin. Shu qatorida musofirchilikda yurgan jamiki vatandoshlarimizni, hamyurtlarimizni, oila a'zolarimizni Allohim o'z panohida asrab, o'z yurtiga, vataniga, oilasi bag'riga sog' salomatlikda yorug' yuzlar bilan qaytib kelish barchasiga nasib etsin. Topganlari faqatgina to'ylarga, xursandchilik kunlarga nasib etsin. Sizni esa yana bir bora shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizda barcha tabriknomalarimizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.